Alisher Navoiyning hayot va ijodi bir daqiqaning ichida. Alisher Navoiy Hirotda o'zga to'qolib dunyoga keladi. Otasining ismi G'iyosiddin Kichkina saroyda mulozim bo'lib ishlardi. Lekin negadir onasi haqida deyarli ma'lumotlar kam. Alisher Navoiy saroyda juda ham ko'p yurgani uchun Husayn Bayqaro bilan do'st tutinadi. Ammo saroydagi vaziyat og'irlashgach, ular Iroqqa ko'chib ketishadi. U yerda u mashhur tarixchi Sharafidin Ali Yazdiy bilan tanishib qoladi. So'ngra vaziyat yaxshilangach, ular yana Hirotga o'z ota uyiga qaytadi va tahsilni o'sha yerda davom ettiradi. Navoiyning asosiy tahsili Mashhadda, ya'ni madrasada bo'lib o'tadi. Undan keyin esa Samarqanddagi Abulay Samarqandiyning qo'lida tahsil oladi. Bu paytda Husayn Bayqaro taxtga o'tiradi va Navoiyni Hirotga chaqirib oladi. Uni avvaliga muhrdor lavozimga, keyinchalik esa vazir lavozimiga tayinlaydi. Hatto u paytlari Astrobodga hokimlik ham qiladi Navoiy. Navoiy o'sha paytlari turkiy tilda Navoiy taxallusi bilan, farsiy tilda esa Foniy taxallusi bilan ijod qilgan. Navoiy asosiy asari bo'lmish Hamsa 2 yil davomida yozilgan bo'lib, uning umrining oxirida yozilgan asar Mahbub ul Qulubdir. U 1501-yili Hirotda vafot etadi.